Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Agrobank Gushno filiali tomonidan bugun navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvimizni boshlaymiz. Hozir qaysi tadbirkorda nima murojaat bo'ladigan bo'lsa, bir o'zini murojaatlarini, shu kreditlarni, boshqa masalalar bo'lsa, masalalarni aytadi, qo'ldan kelgancha shu murojaatlarni ijrosini ta'minlaymiz. Bir chekkadan navbat aytasizlar, nima murojaat, nima masala bo'lsa, yozib ijrosini ta'minlashga qonun doirasida harakat qilamiz. O'zlaringiz tanishtirib, nima masala, aytib bering. Men bu Ism familiyangizni ayting. Ismim Adala, Kimyoga Qaysi mahalla? mahallasi. Rustam shaharchasi Kimyoga mahallasi. Kimyoga, ha? Bizlarga aytilgan mahalla. Nima masala? Ko'pchilik uy qurmoqchi edim. Uydami? Ha, uy qurmoqchi edim. Necha pul kredit olmoqchisiz? 10 million. 10 million. Tikuvchilik bilan shug'ullanib turasiz o'zi. Ha. Biznesga birinchi qadamdan olmoqchiman. Biznesga birinchi qadam bo'ladi. Hokim yordamchisi tavsiya beradi. O'rganadi. Bizda agentimiz bor, o'rganib shu yerda Sharoitingizni o'rganadi. Haqiqatdan ham siz o'sha narsani qilasizmi? Uyda bo'lsa ham, ba'zi uyda tikuvchilarning asosiy uyda bo'ladi-ku. Shuning uchun hokim yordamchisi bilan birgalikda bizlarning mahalla agentimiz, mahalla bankimiz borib o'rganadi. To'g'ri keladigan bo'lsa, bunday hujjatlarni oladi, bu yerdan skoringni o'tkazib turib, anketa tashlaymiz. Bir kun, 2 kun vaqt ketadi. Beramiz. Keyin kredit chiqqandan keyin borib turib o'rganiladi-da, maqsadligi o'rganiladi. Kredit plastik kartaga chiqadi. O'zingiz xohlagan joyingizdan borib, xohlagan narxingizda kelishib olasiz. Oldingidek ta'minotchi, kimlarga chiqmaydi. Bularni tushunasiz? shartlar bilan tanishsiz. 4 yil muddatga 6 oylik imtiyozli davr. Keyin sizlarga ayollarga 2% arzonlashtirilgan Imtiyoz foiz yana 2% tushadi. 2% arzonlashtirilgan. O'zi necha foizdan? Hozir 25%dan ayollarga 23%. Erkaklarga 25%. Grafiklarni chiqarib beradi, ko'rasiz. 10 million bo'lsa 12 million so'mgacha beramiz, ko'proq oling. Yo, 10 million. Ehtiyojingizga qaraysiz. Borib bugun o'rganadi. Assalomu alaykum. Men Salom Ulug'bekman. Hozirdan turaman. Boshliq. Hozir Bo'ston. Hozirda. Uyda oila bog'chamiz bor, 25 o'rinli. Ular esa 4-yilga ketyapti. Bizning hozir maqsadimiz shu nima işte karavar, stol-stullarimizni yangilashimiz kerak. Jihozlarni yangilashimiz kerak. Keyin yozgi o'yingoh qurishimiz kerak. Tashqaridan bolalar uchun soyabon, uchaga halgancha degan narsalar bularni zamonaviy qilib o'yingoh qurishimiz kerak. Qolaversa, endi bizlarda bilan maktab ta'lim boshqarmasi bilan gaplashtiramiz. Qo'shimcha o'yin keladigan bo'lsa, yana ko'proq qilamiz, 50 o'rinli bo'ladi. Bunga ham keyin pul hajm qilishimiz kerak. Hozir nima qilishimiz kerak bizlarda? Bizga hozir 100 million so'm kredit kerak boshliq. 100 million so'm kredit bo'lsa, hisob raqami bizlarning bankda. Sizlardan shu Pulaylanib turibdi. Katta remontimiz ham turibdi. Katta remont qilishimiz kerak. Keyin qolaversa, ichki o'yinlarimiz, tashqi o'yinlarimiz qilishimiz kerak, o'yinlar qilishimiz kerak. Chollarni remont qilishimiz kerak, yangilashimiz kerak, taksir olishimiz kerak. Bizga 100 million so'm kredit kerak boshliq. 100 million so'm kreditni borib o'sha Oldi Bo'stoniga borib o'rganamiz uni joyini. Bu yerda aborotlarni ko'ramiz. Haqiqatan ham faoliyatni yaxshi bo'ladigan bo'lsa 100 million so'm kreditni chiqarib beramiz. Faqat fakturalardan o'sha fakturadagi narsalari ertaga monitoring qilgan paytimiz haqiqatda bo'lishi kerak. Shuning uchun borib o'rganadi. Masala yo'q. Sug'urta kafolati bilan 100 million so'm 312 son qarorgasi beramiz. Beryapmiz, o'zi bog'chalarga beryapmiz, lekin borib o'rganamiz, faoliyati bo'ladigan bo'lsa, masalan, muddati 7 yilga beriladi. 2 yil foiz to'laysiz, imtiyoz davri bor. 3-yildan boshlab asosiy qismlardan grafik bo'yicha qaytarasiz. Bo'ladimi? Bo'ladi.
O'zga yordam qiling boshliq. Siz hujjatlaringizni bankka taqdim qiling, urgan skoringa o'rganib, onasi iloji boricha Yaxshi. yaxshi qilamiz. Uzoq oldim. Ahvolimiz ahvolda deyman. Bizga shu quyosh paneli 200 ming kirib keladi. Nasos bilan suv ichadigan yedi. Nasib nechadi? Ahvol. Qarangiz bo'ldi. Bo'ldi, uni hozir hujjatlaringizni ko'rib chiqyapti. Xodimlarga aytdik. Masalasini yechamiz. Skoring o'tgan yaxshi. Qarangiz bo'ldi. Avtobus. Rahmat keling bor. Siz nima masala, nima kerak? Quyosh mana. Hali nima qilishdi? Nasosga sizga.